Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizga Xurshid aka assalomu alaykum. Xurshid akamiz Yuan appga zakaz bergan edilar. Smart Drivingga mana Smart Driving mashinamiz keldi. Xurshid aka, o'zingiz ayting, qaysi kuni pul to'lagan edingiz? 13-mart kuni men roppa rosa 13-mart kuni pul to'lagan edingiz. to'langan edi. 18 kun deganda mashina уже yetib 18 kun deganda rastamoshkasi bilan chiqarib oldingiz. Rastamoshkasi bilan chiqarib olib, kaltni qo'limga olib Bilib ketyapsiz. 13 kuni to'laganlar, 15-kunimi, 16-kuni pul ko'ringan. Ana 1-aprelda mashina kirib kelyapti. 15 kun bo'lmasdan mashina kirib keldi. O'zi 15 kun kamida turgan edik, eng kamida vaqtda kirib keldi. Aka, fikrlaringiz qanaqa aka obunachilarga? Obunachilarga fikrlarimiz yaxshi ekan, tavsiya qilaman. Mashinanimi? Mashinani emas, o'sha Siz mashinani tavsiya qiling aka. Mashinamizni ham tavsiya qilaman. Yaxshi mashina. O'rnak aka. Xudoga shukr, yaxshi kunlarga minik mashina. Siz yaxshi kunlarga mining. O'sha yaxshi. Mashina tagida shamollar tushaversin. Inshaalloh, Xudo xolasa yana mashina kerak bo'lsa, xizmatdamiz. Aytaveramiz. Ishonchli biz aka. Bizga ishoninglar, Xudo xolasa ishonchli qozonamiz. To'g'rimi aka? Rahmat aka, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda minib mashina tagida shamollar tushaversin. Sog' bo'ling.